Futbolchi Ancelottining birinchi katta turniri, sochlari g'aroyib turmaklangan Rud Gullit, tezkor gol uchun homiydan sovg'a, Igor Belanovning xatosi, Marko van Bastendan super gol. Bularning hammasi Euro 88 turnirida sodir bo'lgan edi. Azizlar, bugun eng chiroyli va esda qolarli o'tgan Yevropa chempionatlaridan biri haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Kanalimizda Yevro musobaqalari haqida suhbat qilmaganimizga ham ancha bo'libdi. Bugun shu oraliqni to'ldirishga qaror qildik. 1988-yilni 50 yosh va undan katta avlod yaxshi eslasa kerak. Qishda Kalgarida, kuzda Seulda Olimpiya o'yinlari, markaziy televideniyadan Kanizak Izaura teleseriali, mart oyida Ovechkinlar oilasi samolyotni olib qochishga urinishi, Quvnoqlar va Zukkolarda teatr va rassomchilik hamda madaniyat institutlarining super jangi, yozda Germaniyada tashkil etilgan 8-Yevropa chempionati. Euro 88 turniri mezbonligiga Germaniya Federativ Respublikasi, Italiya, Gretsiya, shuningdek Daniya, Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiya birgalikdagi ariza bilan da'vogarlik qilgandi. 1982-yilda UEFA kongressida G'arbiy Germaniya ozgina ustunlik bilan tanlovda g'olib chiqadi va Euro 88 mezbonligini qo'lga kiritadi. Mamlakatning 8 ta shahridagi 8 ta stadion musobaqani qabul qiladi. Hammasi oddiy edi. 8 ta jamoa, dastlab 2 ta guruhda 4 tadan, keyin play-offda yarim finallar, yakunda final. Turnirda hammasi bo'lib 15 ta o'yin. Hozirgi jamoalar soni va formatlarida bu sxema o'ta ixcham ko'rinadi. Ha, u davrda Yevropa chempionatida 8 ta terma qatnashardi. Bu format 92-yilda so'nggi marta qo'llanildi. Lekin jamoalarning soni kamligiga qaramasdan Euro 88 yorqin turnirlardan biri bo'lib tarixga kirdi. Saralash o'yinlari reglamenti avvalgi Euro 84 dan farq qilmadi. 7 ta guruh g'oliblari musobaqa mezboniga qo'shilib, final turnirida 8 talikni tashkil etdi. 88-yilgi Yevropa chempionati Niderlandiya terma jamoasining katta turnirlardagi birinchi va yagona g'alabasi, SR termasining so'nggi muvaffaqiyati bilan esda qolgan. Marko van Basten, Rud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman kabi iqtidorlar Niderlandiya futbolida Johan Cruyff davridan keyin o'zini yorqin namoyon etgan avlod bo'ldi. Kvalifikatsiyada ayrim kichik sensatsiyalar ham bo'ldi. Oxirgi jahon chempionati va avvalgi Yevro musobaqasining yarim finalchilari saralashdan o'ta olmadi. Bular Fransiya, Belgiya va Portugaliya edi. Irlandiya terma jamoasi birinchi marta Yevropa chempionatiga yo'l oldi. Afsonaviy futbolchi Bobby Charltonning akasi Jackie Charlton jamoani 86-yilda qabul qilib olgandi. Tarkibda David O'Leary, Neil Quinn, Tony Cascarino, Ronnie Whelan, darvozabon Pekki Bonner kabi iste'dodlar bo'lib, jamoa ancha dadil o'yin ko'rsatgandi. Futbolchilarning aksariyati Angliyaning yetakchi klublarida to'p surardi. Bu avlodni biz keyin xuddi shu trener bilan 1990-94-yillardagi mundialda ham ko'rgandik. Italiya 90da Irlandiya chorak finalgacha yetib borgan. Mezbon jamoa Italiyaga faqat minimal hisobda yutqizgan edi. Musobaqadagi omadsiz terma jamoa bu Angliya bo'ldi. Jamoa saralashni ajoyib o'tkazgandi. Murabbiy Bobby Robson rahbarligida porlagan Brian Robson, John Barnes, Peter Beardsley va Gary Lineker kabi yulduzlar jamoasi imkoniyatdagi 12 ochkodan 11 tasini qo'lga kiritadi. Darvozaga jami 19 ta gol uriladi. Bu saralashdagi barcha jamoalar orasida eng yaxshi ko'rsatkich edi. Lekin Yevro musobaqasidagi ishtirok Angliya muxlislari uchun yoqimsiz voqea bo'ldi. 3 ta o'yinda 3 ta mag'lubiyat. Shundan bittasi qo'shnilar doimiy va azaliy raqib Irlandiya bilan o'yinda qayd etilgandi. Bor yo'g'i 2 ta kiritilgan to'p. Niderlandiya va SSRdan qabul qilib olingan 3 tadan gol Angliyani Daniya bilan birgalikda musobaqadagi eng omadsiz jamoaga aylantirdi. Bunday ishtirok ingliz fanatlari va Angliya futboli muxlislarini haqli ravishda ranjitgan edi. Ochilish o'yini 10-iyunda Düsseldorfdagi Rhein stadionida bo'lib o'tdi. Musobaqani an'anaga ko'ra maydon egasi Germaniya boshlab berdi. Raqib Italiya. Tomonlarning bittadan goli yakunda durang natijani ta'minladi. 52-daqiqada Roberto Mancini hisobni ochgan bo'lsa, oradan 4 daqiqa o'tib nemislarning standart zarbalar ijrochisi Andres Bremer hisobni tenglashtiradi. Shu o'yinga oid bir qiziq ma'lumot bor. Angliyalik hakam o'yinda 2 ta sariq kartochka ko'rsatadi. O'sha kuni terma jamoada birinchi marta rasmiy musobaqada o'ynagan futbolchilar Carlo Ancelotti va Paolo Maldini ogohlantiriladi. Yana bir qiziq fakt. Mana shu ochilish o'yini o'tgan arenada 1981-yilning mayida
Tbilisining Dinamo jamoasi Sharqiy Germaniyaning Karl Zeiss klubini mag'lub etib, Yevropa Kubok egalar kubogini qo'lga kiritgandi. Vitaliy Daraseli so'nggi daqiqalarda ajoyib gol urib, jamoasiga g'alabani olib kelgandi. Gruziya futbolining ushbu yutug'i haqida avvalgi ko'rsatuvlarimizdan birida hikoya qilgandik. Germaniya va Italiya qolgan guruh o'yinlarida ham g'alaba qozonadi. Nemislar Daniya va Ispaniyani bir xil 2-0 hisobida yengadi. Italiya ham ikkala raqibga imkoniyat qoldirmaydi. Ular mos ravishda 2-0 va 1-0 hisobida mag'lub etiladi. Daniya va Ispaniyaning o'zaro o'yini Qizil Furiyaning 3-2 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlanadi. Meksika 86da dadil va yorqin o'yini bilan hammaning nazariga tushgan Daniya turnirda 3 ta mag'lubiyat bilan yomon natijani ko'rsatadi. Bu turnir afsonaviy darvozabon Petr Shmeyxel uchun yirik musobaqalardagi debyut edi. Uning yulduzli onlarini yana 4 yildan keyin Euro 92da ko'ramiz. Birinchi guruhda Germaniya va Italiya 2 tadan g'alaba va 1 tadan durang o'ynab, yarim finalga yo'l oladi. Muxlislarning e'tibori tabiiyki Sovet ittifoqi terma jamoasiga qaratilgandi. Jamoa ikkinchi guruhda Niderlandiya, Irlandiya va Angliyaga qarshi o'ynaydi. Murabbiy Valeriy Lobanovskiy Meksika 86dagi an'anasiga sodiq qoldi. Aksar futbolchilarni Kiyevning Dinamosidan olib keldi. Sovet futbol rahbariyatida Meksikadagi omadsizlikdan fojia yasalmadi. Hamma aybni hakamlarga ag'darishdi. Jamoaning keyingi o'yinlari dunyoni hayratga solardi. Yana buning orasida jamoa yetakchisi Igor Belanov oltin to'pni qo'lga kiritgandi. Lekin shu paytda Lobanovskiyda bir muammo bor edi. U mamlakat olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyi Anatoliy Bishvits bilan ko'p tortishardi. Ular futbolchilarni talashardi. Har biri ko'rpani o'ziga tortardi va nihoyat Bishvits olimpiya saralash yakunigacha futbolchilarni milliy terma jamoaga jalb qilishni taqiqlashga erishdi. Natijada olimpiyachilardan Yevroga faqat yarim himoyachi Aleksey Mixaylichenko va hujumchi Sergey Dmitriyev chaqirildi xolos. Mixaylichenko mavzusiga hali yana qaytamiz. Tajribni qarangki, trenerlarning futbolchilarni talashi ikkala terma jamoaga foydaga ishladi. Lobanovskiy boshchiligidagi SSR terma jamoasi saralashda bitta ham o'yinni yutqazmadi. Asosiy raqib amaldagi Yevropa chempioni Fransiya terma jamoasi Parijda ajoyib usulda 2-0 hisobida taslim etildi. Guruhdagi birinchi uchrashuv tomoshabob, zavqli o'yin ko'rsatadigan Niderlandiyaga qarshi o'tdi. Lobanovskiy tavakkal qilmadi. Asosiy e'tiborni himoyaga, darvozabon Dasayevning ishonchli o'yiniga, orada keskin qarshi hujumlarni tashkil etishga qaratdi va adashmadi. Shunday hujumlardan biri golga olib keldi. 52-daqiqada Belanovning uzatmasiga chap qanotdan yetib kelgan Vasiliy Rats kuchli zarba bilan gol urib, jamoa g'alabasini ta'minladi. Birinchi o'yinda birinchi muvaffaqiyat. Ikkinchi turda ittifoq jamoasini Irlandiya kutib turardi. Irlandlar birinchi o'yinda Angliyani yutgan va guruhdan chiqishga jiddiy niyati borligini namoyish etgandi. Hisobni Irlandiya ochdi. Outdan otib berilgan to'pni Ronnie Whelan yerga tushirmasdan ajoyib usulda Dasayev darvozasiga mixlaydi. Chinakamiga chiroyli gol, to'g'rimi? O'yin tugashiga 5 daqiqa qolganda Alek Protasov darvozabon bilan birga-bir chiqib, vaziyatdan unumli foydalanadi. Yakuniy hisob 1-1. Uchinchi turda Angliya mag'lub etiladi. Ikkinchi minutdayoq Sergey Aleynikov individual yurish qilib hisobni ochadi. Musobaqadagi tezkor gol uchun homiy kompaniya yarim himoyachiga soat sovg'a qiladi. Toni Adamsning bosh bilan kiritgan sof inglizcha goli jamoani o'yinga qaytarsa-da, Mixaylichenko va Pasulkaning gollari ishonchli g'alabani ta'minlaydi. 3-1 va ittifoq terma jamoasi birinchi o'rindan yarim finalga yo'l oladi. Guruhdagi ikkinchi favorit Niderlandiya Angliyani sochib tashlaydi. Shu kuni dunyo Van Basten degan super hujumchi borligini o'z ko'zi bilan ko'radi. Uchrashuv uning benefisiga aylanadi. Futbolchi hat-trick qiladi. Ingliz futboli yulduzi Brian Robsonning goli esa hisobdagi farqni qisqartiradi xolos. Oxirgi turda Irlandiya minimal 1-0 hisobda mag'lub etiladi va Niderlandiya termasi Sovet ittifoqi bilan birgalikda play-offga chiqadi. Yarim final o'yinlari o'zining kurashga boyligi, intrigasi, chiroyli gollar bilan musobaqani bezadi. Dastlab Germaniya Niderlandiya o'yini bo'lib o'tdi. Azaliy prinsipial raqiblar. Gollandlarning, ayniqsa murabbiy Rinus Michelsning 74-yilgi finaldagi mag'lubiyat uchun o'z hisob-kitobi bor edi. Bu Yevrolar tarixidagi eng chiroyli o'yinlardan biri bo'ldi. Uchrashuv taqdirini belgilagan asosiy voqealar ikkinchi taymda ro'y berdi. Avval Lothar Matthäus penaltidan hisobni ochgan bo'lsa, Ronald Koeman ham 11 metrlikdan zarbani bexato tepadi va muvozanatni tiklaydi. 1-1. Hammasi oxirgi daqiqada ro'y beradi. Musobaqada super mashhur bo'lishga ulgurgan Marco Van Basten juda murakkab, lekin chiroyli usulda himoyachini ham, darvozabonni ham dog'da qoldirib, g'alaba golini uradi. 2-1. Niderlandiya finalda. Ikkinchi yarim final ertasiga Stuttgartda bo'lib o'tdi. Sovet ittifoqi bilan Italiya final yo'llanmasi uchun maydonda saf tortgandi.
Ko'plab mutaxassis muxlislar shu mashina Sovet jamoasining tarixidagi eng yaxshi o'yinlardan biri deb e'tirof etishadi. Yomg'ir ostida o'tgan o'yinda Lobanovskiy shogirdlari butun maydon bo'ylab pressingni qo'llab, tezkor hujumlar orqali o'z niyatiga erishdi. Ikkinchi taymda 3 daqiqa ichida 2 gol urgan jamoa finalni naqd qildi. Avval Gennadiy Litovchenko, keyin esa Oleg Protasov kiritgan to'plar jamoaning haqli g'alabasini ta'minladi. 2-0. O'yinni sharhlagan Vladimir Maslachenko ikkinchi gol urilishi bilan Sovet ittifoqi terma jamoasini Yevropa chempionati finaliga chiqqani bilan tabriklang deb yuborgandi. O'yin tugashiga esa hali qariyb yarim soatcha vaqt bor edi. Tajribali sharhlovchi taxminda adashmagandi. Ittifoq terma jamoasi o'yin oxirigacha g'alabani ushlab qoladi. Lekin uchrashuvda yo'qotishlar ham bo'ldi. Himoyachilardan Bessonov jarohat olgan bo'lsa, Oleg Kuznetsov ikkinchi sariq kartochka tufayli finalda o'ynamaydigan bo'ldi. 88-yilning 25-iyun kuni Myunkendagi Olimpiya stadionida final o'yini bo'lib o'tdi. Ko'pchilikning fikriga ko'ra, maydonda Yevropaning o'sha paytdagi kuchli ikki jamoasi, Niderlandiya va Sovet ittifoqi termalari uchrashgandi. Shu o'rinda bir gapni aytishim kerak. Finalni jonli efirda ko'rmaganman. Sababi oddiy edi. O'sha kuni bizda maktabda bitiruv oqshomi bo'lgandi. 71-yilda tug'ilgan avlod final o'yini mavzusini shunday eslasa kerak. Biz bu o'yinni jonli ko'rmaganmiz. Demak, final SSR Niderlandiya. Fikrimcha, bu eng yaxshi o'tgan Yevro finallaridan biri bo'lgandi. Darhaqiqat, ikkala jamoa ajoyib futbol ko'rsatgandi. Bu nafaqat murabbiylarning o'zaro taktik bahsi, balki yulduzlarning individual mahorati namoyishi ham bo'lgandi. Niderlandiya 32-daqiqada Ruud Gullit, 54-daqiqada Marco van Basten urgan gollar evaziga g'olib bo'ldi. Golland futbol ustalarining mahorati bilan kiritgan to'plarni alohida ta'kidlamasak bo'lmaydi. Birinchi taymda Gullitning jarimadan tepgan xavfli zarbasini Renat Dasay bartaraf etadi, lekin keyingi hujum gol bilan yakunlanadi. To'p jarima maydonchasiga uzatilganda Sergey Aleynikov sun'iy ofsaydni yaratishda kechikadi. Van Basten to'pni markazdagi Gullitga tashlab beradi. Hujumchi esa bosh bilan kuchli zarba berib, Dasayev darvozasini ishg'ol qiladi. Ajoyib gol va 1-0. Bu yerda bir ma'lumotni ham aytib o'tish kerak. O'sha davrning eng yaxshi yarim himoyachilardan biri sanalgan Sergey Aleynikov finalda diskvalifikatsiya tufayli o'ynamagan himoyachi Oleg Kuznetsovning o'rnini yopish kerak edi. Bitta xato va gol. Niderlandiya hisobda oldinga chiqib oladi. Ikkinchi gol ham Sovet jamoasining xatosi bilan yuzaga keladi. Aftidan murakkab bo'lmagan vaziyatda maydon markazida to'p raqibga berib qo'yiladi. Chap qanotdan boshlangan qarshi hujumda to'p havodan balandlatib o'ngga Van Bastenga uzatiladi. Futbolchi to'pni yerga tushirmasdan Dasayevning ustidan darvozaga yo'llaydi. 2-0. Bu o'ta original va chiroyli kiritilgan to'p tarixdan joy oladi. Yevro musobaqalaridagi eng zo'r gol. Uni haligacha retro futbol roliklarida aylantirib turishadi. Sharhlovchilar ham uni tez-tez eslashadi. Kimdir o'tkir burchakdan gol urishini mo'ljal qilsa, albatta Van Basten nomi tilga olinadi. Sovet jamoasida ham imkoniyatlar yuzaga kelgandi. Igor Belanov, Gennadiy Litovchenko, Anatoliy Demyanenkada qulay vaziyatlar bo'lgandi. 59-daqiqada Sergey Gotsmanovni yiqitishgandan keyin penalti beriladi. Belanovning kuchli zarbasini Hans van Breukelen qaytaradi. Ehtimol gol bo'lganda Sovet jamoasi o'yinga qaytgan va vaziyatni o'nglashga imkoniyatlari oshgan bo'lardi. Baribir klass ustun keldi. Shu kuni raqib har tomonlama kuchli edi. Puxta taktika, vaziyatlardan unumli foydalanish va ozgina omad Niderlandiya g'alabasida asosiy omillar bo'ldi. Shunday qilib, futbol inqilobchisi, novator, afsonaviy trener Rinus Michels vataniga oltin medallarni olib keladi. Bu yutuq hanuzgacha Niderlandiyaning xalqaro arenalardagi yagona muvaffaqiyati bo'lib turibdi. Aynan shu maydonda 74-yilda Jahon Kubogining finalida maydon egalariga mag'lub bo'lgan murabbiy oradan 14 yil o'tgandan keyin xuddi shu yerda Niderlandiya milliy jamoasini Yevropa taxtiga olib chiqdi. Musobaqa qahramoni masalasida esa hech qanday shak-shubha yo'q edi. Euro 88 tarixga Marco van Basten nomidagi turnir bo'lib kirdi. 5 o'yinda 5 ta to'p, yarim final va finalda shedevr gollar. 1988-yilga Van Basten nomi xuddi 84-yildagi Platini yoki 86-yildagi Maradona kabi yorqin va o'chmas bo'lib tarixga muhrlandi. Futbolchi yil yakunida oltin to'pga yaqqol da'vogar edi. 24 yoshli qahramonimiz katta ustunlik bilan sovrinni qo'lga kiritdi. Yana bir qiziq fakt. Berilgan ovozlarga ko'ra, yuqoridagi 5 ta o'rindan 4 tasini Niderlandiya futbolchilari egallagandi. Faqat orada 4-pog'onada ittifoq jamoasi yarim himoyachisi Aleksey Mixaylichenko joylashgandi.
Bunga ko'p jihatdan iqtidorli futbolchining Yevrodagi ajoyib o'yini va kuzda Seulda Olimpiya terma jamoasi safida qo'lga kiritgan chempionligi sabab bo'lgandi. Aleksey Mixalichenko 88-yil yakuniga ko'ra mamlakatda yilning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etiladi. Sovet Ittifoqining Euro 88dagi natijasi esa mamlakatda katta muvaffaqiyat deb baholanadi. Aytganday, finalda Van Bastendan super golni o'tkazib yuborgan Rinat Dasayev o'sha yili futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiyasi tomonidan jahonning eng yaxshi darvozaboni nomiga loyiq deb topiladi. Euro 88 yakuniga ko'ra ramziy terma jamoa tuzildi. Eng qizig'i, finalgacha yetib borgan Sovet jamoasining bironta futbolchisi unga kiritilmadi. 1988-yil Yevropa chempionati va uning atrofidagi gaplar. Bugun sizlarga atab qo'yganlarimiz mana shulardan iborat edi. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring. Nasib qilsa, navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.